Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Shu yilning 28-fevral kuni boshlangan AQSh va Eron o'rtasidagi urush butun dunyoni junbushga keltirdi. Shu jumladan hamyurtlarimizni ham. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab insonlar bahslashib yotishibdi. Kimdir Eron taraf, kimlardir esa AQSh taraf. Shu sababli hech qanday tarafkashsizlik bilan xolis fikrimni bildirishga qaror qildim. To'g'ri, siyosatshunos sifatida Erondagi jirkanch siyosiy tuzumga, ya'ni diktaturaga qarshi bo'lsam-da va umuman olganda demokratiya tarafdori bo'lsam-da, ammo AQShning bu hujumini qoralayman. Chunki bu urush xalqaro huquq me'yorlarining o'ta qo'pol ravishda buzilishi hisoblanadi. O'zi shu yerda videoni tugatib qo'ya qolsak ham bo'laverardi, lekin keling birgalikda ko'rib chiqaylik. Xalqaro huquq nima va u qanday ishlaydi? Uning nima foydasi bor? Demak, Ikkinchi jahon urushidan keyin shakllangan xalqaro huquq me'yorlari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomiga ko'ra, davlatlarning suvereniteti va hududiy yaxlitligi daxlsiz hisoblanadi. Bu degani davlatlar faqat o'zlarini himoya qilish maqsadida yoki BMT Xavfsizlik kengashining rezolyutsiyasi, ya'ni ruxsati bilangina boshqa davlatlarga qarshi harbiy harakat olib borishi mumkin. Boshqa barcha holatlarda kuch ishlatish taqiqlanadi. Ikkinchi jahon urushidan oldin dunyodagi vaziyat shunday bo'lganki, unga ko'ra kim kuchli bo'lsa, o'zidan kuchsiz davlatlarni bosib olavergan. Agar O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, Ikkinchi jahon urushidan oldingi holat bo'lganida bemalol istalgan qudratli davlat bosib olishi mumkin bo'lardi va tarixda shunday ham bo'lgan-ku. 19-asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi hozirgi O'zbekiston va qo'shni davlatlarni bosib oldi-ku. Agar SSSR parchalangan paytda xalqaro huquq me'yorlari bo'lmaganida aniq yana kimdir bosib olishi mumkin edi O'zbekistonni. Chunki 90-yillarning boshida hali ancha kuchsiz va zaif davlat edi O'zbekiston. Ikkinchi jahon urushining dahshatlaridan so'ng va yadro qurolining mavjudligi bosqinchilik urushlarini butun insoniyat uchun o'ta xavfli qilib qo'ydi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ikkinchi jahon urushida 70-80 million atrofida inson halok bo'lgan. Shu sababli BMT nizomi va xalqaro huquq me'yorlari ishlab chiqilgan. Bu narsalar shunchaki xohish yoki ezgu niyatlar samarasi emas, balki o'sha davrdagi dunyo yetakchilari tushunib yetishganki, agar bosqinchilik urushlari davom etaversa, bu 3-jahon urushiga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu o'sha davr uchun juda dolzarb masala bo'lgan. Aynan shu sababli ham BMT nizomi va xalqaro huquq me'yorlari ishlab chiqilgan. Aynan ana shu tartib-qoidalar barcha davlatlarni kichik va zaif bo'ladimi, ulkan va qudratli bo'ladimi, farqi yo'q. Xalqaro maydonda barcha davlatlarni teng huquqli qiladi. Bu narsa esa kichik davlatlarni qudratli davlatlar bosqinidan himoya qiladi albatta. Agar qudratli davlatlar o'zidan kuchsiz davlatlarga hujum qilaversa, xalqaro huquqni buzaversa, oxir oqibat bu narsa 3-jahon urushiga olib kelishi hech gap emas. Chunki dunyodagi barcha davlatlar yakka holda harakat qilishga emas, balki ittifoqlar tuzib hamkorlik qilishga harakat qilishadi. Kichik davlatga bo'lgan hujum u davlatlarning ittifoqchilarini ham urushga tortib ketishi mumkin keyinchalik. Huquqqa asoslangan xalqaro tizimni ilgari surgan davlatlarning yetakchilaridan biri aslida AQSh bo'ladi va shu tizimdan eng ko'p foyda qilayotgan ham Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa demokratik davlatlar hisoblanadi. Lekin aynan Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan xalqaro huquq me'yorlarining buzilishi juda katta salbiy oqibatlarga sabab bo'lmoqda. AQShning 2003-yili Iroqqa bostirib kirishi undan keyingi davrda juda ko'plab muammolarni keltirib chiqardi. O'sha urush ham aslida noqonuniy bo'lgan edi, chunki kichik Jorj Bush ma'muriyati
BMT Xavfsizlik kengashini Iroqqa bostirib kirish kerakligiga ishontira olmagan va uning ruxsatini olmagan edi. To'g'ri, BMT Bosh Assambleyasi Saddam Husaynning ommaviy qirg'in qurollarini yaratayotganini qoralab chiqargan rezolyutsiyalar bo'lgan, lekin eng muhimi Xavfsizlik kengashining rezolyutsiyasi bo'lmagan. Bu degani Iroqqa noqonuniy va asossiz bostirib kirgan Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlari. Keyin bu narsadan Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z maqsadida foydalandi. Mana Amerikaga mumkin, boshqalarga mumkin emasmi? Amerika o'zi xalqaro huquqni buzib, yana bizga xalqaro huquq haqida ma'ruza o'qiydi deb chiqa boshladi-ku. 2014-yili Qrimni bosib oldi. 2022-yilning 24-fevralida Ukrainaga qarshi to'laqonli urush boshladi. Undan tashqari AQShning Iroqqa qarshi urushi dunyodagi ko'plab musulmonlar orasida AQShga va G'arbga nisbatan salbiy munosabatni shakllantirdi va eng yomoni AQSh timsolida demokratiyaga nisbatan salbiy munosabat shakllandi. AQShning Iroqda demokratiya o'rnatish loyihasi amalga oshmadi, chunki demokratiya bu tashqaridan olib kiriladigan siyosiy tizim emas. Tashqaridan kuch bilan olib kirilsa, demokratiya ishlamasligi Afg'oniston va Iroq misolida yaqqol o'zini namoyon qildi. Demokratiya mamlakat ichkarisida shakllansagina, mamlakat aholi demokratiya nima uchun kerakligini tushunib yetsa va demokratiya tomon harakat qilsagina barqaror bo'lishi mumkin. Tashqaridan hech kim haqiqiy demokratiyani o'rnatib bera olmaydi. Iroq urushidan xulosa chiqargan Barack Obama ma'muriyati 2015-yili BMTning Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari Xitoy, Rossiya, Fransiya, Britaniya hamda boshqa davlatlar, ya'ni Yevropa ittifoqi bilan birgalikda Eron bilan yadroviy dastur masalasida kelishuvga erishdi. Ya'ni muammoni tinch yo'l bilan hal qilishga kelishib olishdi o'sha paytda. Ammo 2018-yilda Donald Trump ma'muriyati bu kelishuvdan chiqib ketdi. Ya'ni Donald Trump bu muammoni o'zi paydo qilgan o'sha paytda. Endi esa bu muammoni kuch bilan hal qilishga harakat qilib, hamma yoqni rasvosini chiqarmoqda. O'zi Donald Trump birinchi o'rinda shaxsiy manfaatini o'ylaydigan, o'ziga o'ta bino qo'ygan egoist odam hisoblanadi. U nafaqat dunyodagi huquqqa asoslangan tizimni, balki Amerikadagi demokratik tizimni ham izdan chiqarishga, o'zining kumiri hisoblangan Vladimir Putin kabi o'z mamlakatini hech qanday qonuniy cheklovlarsiz boshqarishga harakat qilmoqda. Hozir endi bitta umid shu yilning noyabr oyida AQSh Kongressi va Senatiga bo'lib o'tadigan oraliq saylovlaridan. Agar saylovlar natijasiga ko'ra Demokratik partiya vakillari AQSh Kongressining vakillar palatasini qo'lga olishsa, Donald Trumpga jiddiy qarshilik boshlanadi. Agar Senatda ham demokratlar ko'pchilikni tashkil qilsa, Donald Trumpni aniq impichment qilishadi, ya'ni lavozimidan chetlatishadi. Chunki 1 yildan ortiq prezidentlik davrida, ya'ni 2025-yilning yanvar oyidan to shu kungacha Donald Trump ko'plab qonunlarni, ya'ni qonunbuzarliklarni amalga oshirdi. Aynan mana shu Eronga qarshi urushda ham Kongress roziligini olmagan. AQSh konstitutsiyasiga ko'ra boshqa davlatlarga urush e'lon qilish huquqi Kongressning vakolati hisoblanadi. Kongressning roziligisiz AQSh prezidenti boshqa davlatlarga urush e'lon qilishga haqqi yo'q. Ammo hozirgi kunda Kongressning ikkala palatasida ham respublikachilar, ya'ni Donald Trump tarafdorlari ko'pchilikni tashkil qilishmoqda. Shu sababli ham prezidentni tiyib turish mexanizmi ishlamayapti. Bunga yaqqol misol mana 5-mart kuni prezident Donald Trumpning Eronda urush olib borish vakolatlarini cheklashga qaratilgan 2 partiyaviy rezolyutsiya AQSh Senatida muvaffaqiyatsizlikka uchradi.
Urush vakolatlari to'g'risidagi ushbu hujjat asosan partiyaviy qarashlar bo'yicha bo'lingan holda 53 ga qarshi 47 ta ovoz bilan rad etildi. Ushbu chora Kongress roziligisiz AQShning Erondagi harbiy harakatlarini to'xtatishni nazarda tutgan edi. Demokratlar Trump Kongressni chetlab o'tgani va urush uchun turlicha va o'zgaruvchan sabablarni keltirayotganini ta'kidlashmoqda. Respublikachilarning aksariyati rezolyutsiyani rad etdi, biroq ularning ba'zilari agar yaqin haftalarda urush ko'lami kengaysa, o'z pozitsiyalarini o'zgartirishlari mumkinligini bildirishdi. Keling endi xalqaro huquq masalasidan diniy motivlarga asoslangan bahslarga to'xtalaylik. Ko'pchilik Eron islom davlati, shu sababli biz musulmonlar ular taraf bo'lishimiz kerak deyishmoqda. Bunday deyotganlarning ko'pchiligi islom dinining tarixidan bexabar shekilli. Eronda asosan Shia musulmonlari yashaydi. Sunniy mazhabidagi musulmonlar esa 5-10% ni tashkil qiladi xolos. Shiyalarning sunniylardan eng katta farqi ular Hazrati Abu Bakr, Umar, Usmon radhiyallohu anhularni umuman tan olishmaydi. Bundan tashqari Shiyalar sunniy hadislarni ham tan olishmaydi, hattoki Imom Buxoriyning sahih hadislarini ham. Shiyalarning Kutub al-Arba deb nomlangan 4 ta kitobdan iborat o'zlarining hadislar to'plami bor. Bu masalalar endi asosan o'sha kamida 90-95% shiyalarga taalluqli. Chunki shiyalar ichida juda ko'p bo'lmasa ham shundaylari borki, ular hattoki Jabroil alayhissalom adashib Muhammadning oldiga tushgan. Aslida Aliga tushish kerak edi. Aslida Ali payg'ambar bo'lish kerak edi degan kofirlari ham bor. Bunday fikrlaydiganlari albatta aniq kofir hisoblanadi. Eronda 5-10% atrofida sunniy musulmonlar ham bor, lekin shiyalar sunniylarni o'zlariga dushman deb bilganliklari uchun ularga nisbatan kamsitish siyosatini olib borishadi. Sunniylarning ba'zi diniy faoliyatlariga, masalan, ayrim imomlar yoki diniy ta'lim muassasalarining erkin ishlashiga to'sqinlik qilishadi. Ya'ni masjidlar qurilishida ruxsat olish juda ham qiyin. Eronda ba'zi sunniylar va faollar hibsga olinishi, nazorat ostiga olinishi yoki sudlarga tortilishi holatlari ham juda ko'p kuzatilgan. Eng dahshatli holat 2022-yilning 13-sentyabrida sodir bo'ldi. Eron kuch ishlatar tizimi xodimlari 22 yoshli Mahsa Amini ismli sunniy mazhabiga mansub qizni o'sha hijobni noto'g'ri o'ragani uchun mahkamaga olib borishadi va u yerda uni qattiq do'pposlashadi. Zarbalar natijasida jabr ko'rgan Mahsa Amini 2 soatdan keyin Tehrondagi Kasra kasalxonasiga yotqiziladi. Ammo 16-sentyabr kuni og'ir jarohatlari oqibatida kasalxonada vafot etadi. Bundan jahli chiqqan Mahsa Aminining yaqinlari va qarindoshlari norozilik namoyishi boshlab yuborishadi. Millionlab eronliklar namoyishga qo'shilib ketishadi. O'sha paytda dunyo tanigan futbol yulduzlari Ali Dayi va Ali Karimiy ham namoyishlarni qo'llab-quvvatlashadi. Adolat qaror topishini talab qilib chiqishadi. Eron hukumati ularga nisbatan tazyiq va ta'qibni amalga oshiradi. Namoyishchilardan o'sha paytda 480 ga yaqini Eron mutaassiblari tomonidan o'ldiriladi. Endi shu yerda o'zingiz ayting, hijobni noto'g'ri o'ragani uchun ayol kishini o'ldirish diniy mutaassiblik bo'lmay nima? Buni islom diniga umuman aloqasi yo'q. Chunki islom dini bu ezgulik, tinchlik va adolat dini. Eron rasman islom respublikasi deb nomlansa ham, amalda diniy mutaassiblar va korrupsionerlar boshqarmoqda mamlakatni. Islom dinimiz korrupsiya va o'g'rilikka qarshi-ku. Lekin Eron davlat boshqaruvida korrupsiya darajasi juda ham yuqori-ku. Dunyodagi 180 davlat ichida 153-o'rinda turadi.
Birgina misol, Eronning yangi yetakchisi Mashtaba Xamanei Londonda juda ko'plab, ya'ni 100 milliondan ortiq qiymatga teng ko'chmas mulkka ega. U so'nggi 20 yil ichida Londonning eng qimmat ko'chasi milliarderlar xiyoboni deb ataladigan Bishop Avenue'da 11 ta kvartira va uy sotib olgan. Bu narsa islom dinimizga umuman zid-ku. Shu sababli ham Eron rahbariyatini diniy mutaassiblar desak, aniq to'g'ri bo'ladi menimcha. Aynan shu sabablarga ko'ra biz Eron diktaturasiga xayrixohlik qilmasligimiz kerak. Men shaxsan Erondagi diktaturaga qarshiman, chunki u adolatga tupurib qo'yib, Eron xalqiga nisbatan zulm siyosatini olib bormoqda. Shu sababli biz AQSh-Eron urushi masalasida eng asosiy tanqid qiladigan va muhokama qiladigan masalamiz xalqaro huquq me'yorlarining qo'pol ravishda buzilishi bo'lishi kerak. Chunki O'zbekiston kabi qudratli bo'lmagan va kichik bo'lgan davlatlar uchun eng muhimi xalqaro huquq me'yorlarining xalqaro maydonda ta'minlanishidir. Agar xalqaro huquq me'yorlari ishlamay qolsa, qudratli davlatlar AQSh bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, Xitoy va boshqalar bo'ladimi, O'zbekiston va boshqa o'zidan kuchsiz va yadro quroli bo'lmagan davlatlarni bemalol bosib olaverishadi. Xalqini qirib, ezib va boyliklarini o'z yurtlariga tashib ketaverishadi. Yurtimizda xalqaro huquq darajasida fikrlaydigan insonlar ko'p bo'lishi uchun albatta tarix, huquq, siyosat va iqtisodni o'qishimiz, farzandlarni o'qitishimiz va bilimli qilishimiz zarur. Ana shundagina oqni qoradan ajratishni o'rganamiz. Xalqaro maydondagi o'rnimizni yanada yuksaltirishga muvaffaq bo'lamiz. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring, like bosing, tanishlaringiz va yaqinlaringizga jo'nating ushbu videoni. Kanalimga obuna bo'ling. Xudo xohlasa bundan buyog'iga ham xolis va yolg'onlardan xoli bo'lgan tahliliy videolarni chiqarishda davom etaman. Xayr, sog' va salomat bo'ling.